kishi ko'rib turib, pichi borga o'xshaydi desa mayli. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. Hammalaring deydi Allah. Mening fazlim, mening rahmatim, mening marhamatim bilan yuribsan. Agar men seni xatanga qarab olganimda bittan yerdim betida qolmaysan. Hammang o'z gunohingga yarasha ketaverasan. Xudoning rahmati bilan yuribmiz. Xudoning fazli bilan yuribmiz. Bizim ibodatimiz bunga yetmaydi. Qul araytum min agar bor deydi Alloh taolo. Halalni haromni men tushirganman. Faja'altum minhu haraman va halalan. Bu halal haromni o'zlaring qilib oldilaring. Mana bu halal, mana bu harom. Faja'altum minhu haraman halalan. O'zlaring qildilaringizmi? Ya Xudoga tuhmat qilib chiqdilaring. Xudoga tuhmat qildilaring deydi Alloh. Erta qiyomatda keladi. Ko'ringim keladi. Bandaning, mahlukatning xilqiyati bir-biriga o'tib qolmaydi. Tuya 2 yilda tug'adigan bo'lsa, ba'zilar tushunmasdan xotinam yemaysa 2 yilga qolib ketar degan chala gaplar bor. Bu tuyani Alloh taolo ko'targich qilib 2 yilda tug'adigan. Bizim ayollar 9 yildan 6 oygacha bo'ldi. Aqallul hamlati 6 ashhurin. Xotinlar 6 oyda tug'sa haqiqiy bola bo'ladi. Tushunmasdan buni 6 oy, bu 9 oyga yetgan yo'qdan to'palam qilaverasan. Qo'yinglar. Xotinlar eng kam ko'taradigan 6 oy bo'ladi. 6 oyda 4 oyda jon kiradi, 4 oydan keyin 2 oy jon bilan o'sadi, 6 oydan keyin tuqqan bola bo'ladi. Endi siz tushunmasangiz-chi, bu yerga chiqqaniga 6 oy bo'ldi. Bu 3 oy oldin birov bilan bo'lgan deb, ana tuhmatni boshlaysan. Azinallohu lakum alallohu tabtara. Sizlarga Alloh ijozat berdimi? Oyatda. Shu halal harom deyishlaringiz ijozat berdimi? Ya o'zlaring tuhmat qilib chiqdilaring. Sizga ixtiyor bergan, yaxshi bilib qo'yinglar. Yesh, ichish, yashash, jimo qilish ixtiyorni berdi. İhtiyarı berdagi o'zingga qo'yib qo'ydi. Endi siz shuni yeyman dedingmi, Alloh taolo shuni beradi. Harom bo'lsa ham beradi. Lekin norozi bo'lib beradi. Norozi Alloh taolo. Yeganiga norozi, qilganiga norozi. Nima uchun? Sen ko'nmading. Endi siz halalni yeysiz. Non bilan kifoyalanasiz. Xudo sizdan rozi. Talqonni yeb o'tirsam ham rozi. Qotib qolgan noningni yersiz, sendan Xudo rozi. Nima uchun? Boshqa narsaga yugurmayapsiz. Aldamang odamlar. Men ham sizlarni aldamayman. Bu yerda bular mana bu yozyapti, bu yozgani hech gap emas, farishtalar yozyapti. Halalni, haromni yozyapti. Rasulullohning davrida Salaba degan odam bo'ldi. Salabatu. Shunday kambag'al ekanki, hattoki kiyim topolmas. Rasulullohning oldiga kelib, duo qiling dedi, men bir boy bo'lay.
Resulullah sen boylikni xohlama bolam. Oziga shukr qil. Ko'piga shukranani bajara olmaysan. Bugün ertalar namazda bazı adamlar bo'ladi-ku, salom berganidan tura haydaydi. Ular salom berganidan tura haydaydi. Resulullah to'xtatdi. Sen munofiqlardan ishini qilyapsan. Munofiqlar namozdan shunday tez qaytadi. Nimaga bunday ketasan? Apichi o'tirsan bo'lmaydi bu. Ya Resulullah uzurim bor. Nima uzurim bor? Xotinimiz ekamizga bitta ko'ylak dedi. Hozir men xotinim yalang'och o'tiribdi. Hozir chechib o'ngga beraman, u namoz o'qiydi. Shuncha shashilyapti. Yana tomosha ketdi, duo qiling men boyim. O qo'y dedi. Ko'nmadi. Ana xotinim yalang'och bo'lsa bo'lar ekan, masala bo'yicha. Boshqa kiyim yo'q-da, lekin ko'rpa, po'stak, haligi kigiz o'rab o'qisa bo'lar ekan. Bu turmaydi, endi o'tirib o'qidi, boshini ochib oladi, tamam. Bu yerni nimani o'rab oladi, ko'rpachani. Hozir nechta qo'ygan? Jumaga cho'milmaymiz. Olg'irday bo'lib kelasiz. Cho'milish bor. Bir kun yana keldi, ya Rasululloh bir duo. Axiri bo'lmagan Rasululloh duo qildi. Rasulullah'ın duası kabul edildi. Qo'yi shunday ko'payib ketdi, qurt ko'payganda. Madinaga sig'madi, mol Madinaga sig'madi. Madinadan chiqdi. Shaharda sig'madi. Bir joylarga chiqib o'sha yerdan 5 vaqt namozga keladigan odam bo'ldi. Juma namoziga keladigan bo'ldi, Eid namoziga. Boshqa namoz yo'q keladi. William sig'madi, yana nariga cho'lga ko'chdi. Ko'lga cho'lga ko'chgandan faqat Eid namoziga keldi. Shunday ko'payib ketdiki, xizmatchilari boshqasi ay salamoyg'oni voy salama deb ketdi. Rasululloh har vaqtida kuzda mamlakatlarga 2tadan 3tadan odam qilib zakat yig'imlarni yuboradi. Rasululloh 2 odamni yubordi, shu yerda odamlardan zakat yig'ib kelinglar. Bu va'da bergan edi. Har bir ishni bajaraman ya Rasululloh. Allah'ni Allah'ni, payg'ambarni Allah'ni. Zakatçılar gelgende nima dedi? Bu jizya dedi. Soliq da dedi. Ana mazaq qildi. Soliq da beraman da sizlar ketaveringlar dedi. Ololmay keldi. 2 odam kelganlar Rasululloh bildilar. Ya vaylaka salaba dedi. Sho'rim quridi ya salaba. Endi sho'rim quridi. Shu vaqtida oyat tushib, oldagani uchun, va'dasida turmagan uchun Salomonni zakatini Rasulullohga olmadi. Oldami? Rasululloh Allah olmadi dedi, mana oyat tushdi. Boshiga turpoqni qo'ydi. Qaror bo'lmadi. Rasululloh o'ldi. O'lgandan keyin Abu Bakr Siddiq xalifa bo'lganda molini olib kelib kishi qabul qilmadi. Ya dedim men Rasululloh qabul qilmagan qabul qildim. Abu Bakr Siddiq o'lgandan keyin Umardan davriga kelib zakatini olib keldi, olmadi. Kishi ham ololmaydi. Usmonning davriga kelib olib keldi, Usmon ham olmadi. Shu ahvolda zakatni berolmay kafir bo'lib, azob uqubatga mubtalo bo'lib qolib ketdi. Zakatini bermay namoz o'qima. Ovora bo'lmanglar. Zakatini bermagan odamlarni Rasululloh namozi qabul bo'lmaydi. Zakat bilan namoz 70 yerda kelgan. Ey sen o'ylan mo'min bo'lsa. Vaqimus salat va atuz zakat. Ey namoz
namoz o'qi. Zakating bir deb 70 joyda kelgan ulamolar bular muqobil oyat. Aka ukadek biri bo'lmasa biri bo'lmaydi. Shuning uchun zakat bermaganlarning namozi, ro'zasi qabul bo'lmaydi. Qancha qildi? Mo'minlardan 6 ta haqqini aytaman. Haqqul muslimi alal muslimi sittun. Bir musulmondan 6 ta haqqi bor. Bu xotinlarda yo'q. Hozirgi men aytgan xotinlarda yo'q. Xotinni olib kelib go'shti qaynatayapsanmi, sen yo'q. Haromlab kelib sen qilyapsan, sen yo'q. Patakaga borish yo'q. Janozasi qatnaymisan mayli bor. Bizim şu kişilerden sopuga bittadan bo'lsa qolgandan saqit bo'ladi. Tamam. Janoza ham xuddi shunday. Sopuga janozaga bitta odam bizdan borsa, qolganimizning hammasidan shu janozaga bordi deb yoziladi. Bu bunday janoza, Fatiha, taziyaga borishni farzi kifoya. Mo'minlarning bittasi qilsa qolganda saqit. Buning uchun xotinlar yo'q. Bu onaga mehmonning haqqi, mezbonning haqqini gapirdim. Qozonni qaynatdim, o xotin javob bermadi. Sen qaynat dedim, qilaveradi. Xotin endi tushunsa, janjal qilish haqqi bor edi. Haromni nimaga olib kelding? Bola-chaqa harom yedirasanmi? Deyishga haqqi bor. To'g'ri tashlashga haqqi bor. Haromdan kiyim olib bersa, kuydirib olishga haqqi bor. Chunki u haromdan olib bergan ko'ylak bilan o'qigan namozi qabul bo'lmaydi. Sizdan bir yerdan o'g'irlab keldingiz, yaxshi bitta chapon oldingiz. Odamlar haydaydi, lekin o'g'irlab olgan uchun shu yirtilg'icha namozni qabul bo'lmaydi. Nima uchun? Kiyim tarz. Allah tozasini yuvilsa, ham toza bo'lsa, eski bo'lsa ham mayli. Haqqul muslimi alal muslimi sittun. Bir musulmonda 6 ta haqqi bor dedi. Sahobalar aytdi, "Umma hunna ya Rasululloh." Bu 6 ta haqqi qaysilar? Qaysilar? Ve izâ laqîta fasallim. Yo'liqsan salom. Assalomu alaykum desam, 10 ta savol. Rasulullah'a bittadan assalomu alaykum dedi. Qaytarib turib laka 10. Senga 10 ta savol. Bittasi kelib turib assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh dedi. Salomni qaytarib laka 20 dedi. Senga 20 ta savol. Shunga qarab ko'paytaverasiz. 3-chi odam kelib assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuhu va rahmatuhu va mag'firatuhu dedi. Laka salasin. Sen 30 ta savol. Ana bir salomdan 30 tasam 20 ta mo'min bilan bugun ko'rishdi. Qancha bo'ladi? Qancha savol? Adam 10 ta bo'lsa 3 ta bo'ladi. Ana 20 ta bo'lsa 6 savol. Assalomu alaykum. Shuncha narsalar bo'lgan salom. Atlı bo'lsam joyiga salomda, eshakli bo'lsam joyiga salomda, o'tirganga kelganga salom bersin. Salom bermay kirdimi, qaytarib olsa bo'ladi. Assalomu alaykum degan Allohning nomi. Allohning salomi, rahmati senga bo'lsin dedik. Siz ham qaytarasiz. Alaykum assalom desam sizga ham bo'ladi. Ana gapni boshlayverasiz. İkincisi nima? O izadaka vacib. Chaqirsa bo'ladi. Gunoh bo'lmasa,
yechir bo'lmasa, aroq bo'lmasa, ko'pkari bo'lmasa, chaqirsa bo'ladi. Bilib turibsiz, ko'pkari beryapti. Nima qiladi? Bilib tursin, yechir qilyapti. Endi bormi? Chunki chaqiradigan odam islomdan chiqdi. İslam emas narsaga chaqirdi. Uchinchisi nima? O yerda istansah hakem fansuhlah. Mana shu bizda bor, lekin shariatga muvofiq emas. Maslahatda chaqirasizlar, ha? Maslahatda deb chaqirishdan oldin o'zlaring pishirib, qancha yechil, qancha ora, nimalar solim falongacha kelishib turib, odamlarga bitta duo beringlar deydilar. O noto'g'ri duo berish. Bular noto'g'ri bergan uchun qiyomatda javob. Aytish kerak, ana nimaga sen duo ber? Bizdan so'rasang, buni kim deyish kerak? Ha? Xudoni olmaymiz. Bu egasi ham olmaydi, maslahat dedi. Shariatdan hech kim yo'q. Duo berishsa ham. Patoga, ana u ko'pkariga pato berma. Halal dema. Ishing chatoq bo'ladi bunga. Halal deb baqiradi. Tepaga yotib. Endi aroq berishlar. O'sha yerga ham shashlik, ora, kabob. Bugun 5 ta namozim qilib ketdi. 4 ta namozim qildi. 4 ta namozimni ko'paytirib 80 ta. Qancha bo'ldi? Agar 5 ta namozim kelsa 400 yil odamlar. 400 yil dedilar. Al-hiqbu samanuna sanatan. Bitta hiqba arabchasiga 80 yil. Namozni qasddan uloqda tark qilib qo'ydim. Endi 2 ta namozim qilsa 106